bak chiroyliqkan. Ha, bak chiroyliqkan. Haqiqatan chiroyliqkan. Ko'zimga faqat ishongim kelmayapti. Vah. Haqiqatan chiroyliqkan. Maqsim G'ujam, agar dunyoda eng chiroyli gilamdan ikkisi bor bo'lsa, bu birsi shu. Agar faqat birsi bor bo'lsa, u chaqda bu gilam aşı shu. Nima? Men ko'rib boqay, ha? Sizlar kichik bolaga o'xshash gilamning sat chiroyligini farq etmaydi ekansizlar. Oh. Sizkansizda hurmatli boybegim. Mansibingiz texmi o'sib beg'aysiz. Mansibingiz texmi o'skay. Nima kulsizlar? 我说这地毯不好看，嘿，不值1文钱。钱？哦，波克大人来了，让开，让开，让开！波克大人，祝您升官发财，祝您升官发财。笑什么？Sizlar meni mazoq qilyapsizlar? Men qarasam, ko'pchilik sizlarning sallariga qarab kelyotdi. Shundaqmi? Sallari bak yo'g'ankan. Undaq emasmi ya? Bakli yo'g'ankan. Bak yo'g'ankan. Kallarimo sizlarga eg'ir keladigan tursa, bundaq yo'g'an sallini o'rib olib, nima qillar? Eng yaxshisi, sizlarning kelganlardan mening mavu eshigim kelsa, biroz yaxshi bo'lg'udak. Hey! Moshum gap bo'ldimi? Mundaq sallani faqat o'qinishliqlarni yurgisa, salohiyati to'shidi. Men sendan bir gap so'rab baqay. Sening bu eshiging kitob o'qib, xat yoza olamdi. Buning naridas? Men bir oy ichida uning o'g'itib bo'lishga kapolat beraman. Ha? Yaxshi. Eshakni kitob o'qiy oladigan qilib chiqishni o'zing deding, shundaqmi? Xatasi yo'q. Men shundaq dedim. Yaxshi. Bu gapni o'zing deding, shundaqmi? Shundaq. Yaxshi. Efendim öz ağzı bilan shundaq dedim ha? Ozroqmi xatosi yo'q, bosh vazir janoblari. Ha, yaxshi. Mening eshigimni uningga topshirib beringlar. Bir oydan keyin men Xonsaraydagi barliq o'rda amaldorlarni yig'ib, ularga o'yin ko'rsatyman. Hozirla operavat. Bo'ldi, xo'p. Efendi! Bosh vazir bir oy ichida sana eshakni kitob o'qiy oladigan qilib chiqishni buyurdi. Muhlat ishida o'git bo'lishing kerak. Vaqtni uzartishga hargiz bo'lmaydi. Bu cho'qim mush ablaqning qilgan ishi. Efendim bu qitim qandaqmi qila? Yaxshi.
Kiremse işim. Kire. Kire. Bu. Kire. Kire. Mang deyman. Seni mang davatman. Ay, döt işek. Mang deyman. Mang. Kire. Her qaysı ordu əməldarları, mehmanlar, hazır mən sizlərə kitab oxuyalaydıgan talantlıq işəkni tunuşturmaqçımən. Nima, talantlı eşek? Qandaq mümkün bolsun. Bu qandaq mümkün bolsun? Oyanamda. Nima? Baş vəzir cənabları, sizlər tula po atmısla, mən bunun üçün 100 tilla doğu tikimən. Qarab dur, qandaq yığışdırırsan kinqini? Bir görüp bakay. İşe qandaq mümkün bolsun. Qızıq iş Qızıq iş bu. Şşş. Efendim. Acaba bu rast mıdır?
Yaxshi, efendim. Bir ay ichida eshigimni gap qilalaydigan qilib tarbiyalab chiqishingni buyurayman. Agar o'rinlayolmasang, Ondaqda zindanda yat sen. nima? Zindonda yotsan? Asta. Hey, sizce her qancha oxirgi zaman bo'ladigan ish bo'lsa-mu, eshakka gap o'rgatishingiz bu mumkin emas. Oy can. Oy canım. Sen döt eshak. Ma nurg'ulg'an avorchiliklarni teppading. Hapsini. Hey. Kim seni aynı vaqtda cho'ng gap qilsin debdikan. Yo'q. Men onu alay. Nima? Texi buningga tarix o'rnatmagan efendim. Men chasam, azaldan tarix ishlatmayman. Chaqchaq qilmang efendim. Bir hafta bo'lib ketsa-mu, siz nima ishga oldirmaysiz. Hey. Men sizga deb bersam, mening eshigim naqshi etishni ugun pulay deb qoldi. Efendim, işki hepti bulay dep kaldı. O dört işiniz kandağıra. Xotirjam bo'lslar, o döt eshigim uslu o'ynashni o'rganib oldi texi. Baş vezir meni so'rab beqishga evatdi. 3 hafta bo'lay deb qoldi. O eshakning o'g'inish ahvoli qandaqroq? Ha? Intayin yaxshi. Asosiyatdan o'rganib bo'ldi deyishki bo'ladi. Yana 3 kundan keyin naq maydonda o'yin ko'rsatdi. Nayt yaxshi. Orada amaldorlarga, har qaysi shahar aholilarga 3 kundan keyin mening intayin cho'ng ziyofat berdiligimni xabar qil. Xo'p. Çatak oldu, bo'lmadi, janoblari, bosh vazir janoblari. Voycan, bosh vazir janoblari. Voycan, bosh vazir janoblari. Nemish oldu? Eshak o, eshigim o, uning nim bo'ldi. O ne bo'ldi? O gap qilishni o'rgandi. Biroq, uning nim bo'ldi. O sizning yomon gapingizni qilyapti-da. Jo'ylama. Yolg'on. Haras, o sizni doim podshoning nomidan foydalanib, har xil boshliqlarni ko'paytdi. Bu pullarning hammasi cho'ntagiga tushib ketdi. U yana sizni askar avatib, puhrolarning oltin, kumush, o'nchi marvoyatlarini bilan-talan qildi. Bu narsalarning hammasi uning cho'ntagiga tushib ketdi, deyapti. Yolg'on. O qandoq bilgandi? Siz unutib qoldingizmi? Siz har qatim uni minib, bu eski ishlarni qilgan emasmi? Bularni unutib qoldingizmi? Ma'qul emisa, bosh vazir janoblari, men qaytay. Men qaytay. Efendim, qadrligim. Sizdan o'tinib qolay, bana bir amal tep bering. O o'lgir eshak bundan keyin hargizmi qalaymiqan cho'yilmasin. Hay, bu tasjimi. O ilgari bütün kun sizlar bilan birga bo'lg'ashqa, sizlarning ishlarining hammasini bildikan. O so'zlashni yaxshi ko'rsa, menga nima amal? Efendim, başka eshaklarning mi so'zligimni oldingizmi? Yo'q, anlamadim. Undaqda yaxshi, tezdan uni o'ldirib o'tayli.
Yo'q, unda qilsak bo'lmaydi. Buning o'xshash so'zlash talanti bor eshaklarni o'ldirib etsak, bak afsunarlik ish bo'lmamdi. Yo'q. Men o'ltirman. Bu ishni siz bejiring. Hargizmi boshqalar bilib qolmasin. Siz kagash eshakning terisini olg'ash keling. Men sizga nurg'un in'om tortiqlayman. Baş üstüge. O bu eşekni öldürüp da. Vay can, vay can. Başvezir canapları! Başvezir canapları! Başvezir! Efendim o eşekni öldürüp tuttu. Kal! Yok Vay can. İşekinin yaman gibimli kılışığa sen sebepçi. O ne solap koyuyorlar? Ben başvezir canapları, ben demigen tursam, ben demedim. Hey!